plyaj katta. Vyetnamdagi safarimni men baliqchilarni plyajdan boshlayman. Bunaqa chiroyli basseyni bor ekan. Palmalarning orasida. Bu o'sha suvni okeanni bo'yidagi otel, villa. Har xil villalari bor. Yana ichida mana shunaqa swimming pool bor. Hozir men baraga keldim. Mana tepada ko'rinib turibdi villalar uzoqda. Individualniy villa hammaga отдельно bitta o'ziga beriladi. Mana hozir baraga keldim. Baraga kirish 200 ming dong. O'zbekiston so'mida 100 ming so'm. U 100 ming so'mni ishlatsa bo'ladi. Ichida yana ovqatlari bor, kokteyllari bor. Bassenda cho'milish 50 ming so'm. 100 ming dong. Okeanda cho'milish tekin. Okeanda cho'milsanglar lejak beradi. Tekinga shu kirgan anaqa voucherga mana 100 ming so'mlik. Yana dushga kirib, okeandan keyin cho'milib chiqishga dushga kirib cho'milsa bo'ladi. 100 ming so'm atiga. Yana ishlatsangiz ham bo'ladi 100 ming so'm. Mana bariga o'xshagan joy shu bo'lsa kerak. Mana lejaklari bor ekan. Juda ham bir chiroyli, katta plyaj ekan. Men случайно keldim bu yerga. Zona отдыха qaryotgandim. Plyajli yotadigan joy. Zona отдыха topdim. Villalari bor ekan, basseynlari bor ekan, o'sha bari bor ekan. Kirish narxi atigi 100 ming so'm. O'shaning ichiga hamma narsasi kiradi. Kokteyllari ham, ovqatlari ham, basseynlari ham, lejaklari ham berar ekan. O'sha borib okeanda cho'milsanglar, keyin dushlari ham tekin, hamma narsasi ichiga kiradi. Atigi 100 ming so'm, tekin desa ham bo'ladi. Mana shunaqa lejaklar bor. Suv ketib qolgan, chunki atlik bo'lgan bo'lsa kerak edi. O'zim ham bitta bordyurlar bor mana. Tushunarli shu yerda. Suv shotgacha ham keladi. Hozir atlik bo'lganiga ketib qolgan bo'lsa kerak suv. Mana dengizga keldim. Juda ham kuchli. Valna kuchli. Baland. Bu oddiy Tailandda dengiziga o'xshamagan. Juda ham okean bo'lganiga shamol kuchliroq, suvni kelishi kuchliroq, o'shanga suvga kirish qiyinroq. Valna sizni sizlarni qattiq urib yuboradi. Mana kuchligini. Mana chiroyli bog'ini qaranglar. Yam-yashil. Har xil daraxtlari bor. Sezonga qarab bir xillari o'sadi, ikkinchi xillari mana o'zi to'kilishni boshlayapti. Mana agar villada yashayman desanglar, vid mana shunaqa bo'ladi o'ylada. Chiroyli akkuratni qilingan yo'llar bor. Har bitta villani o'zini огороди, bog'i bor. Ichida ko'rdim
basseyni ham bor ekan. Eng katta villani ichida o'zini отдельный basseyni. Hech kim yo'q lekin basseyn bor. Voy, qushlarni sayrashini ichib o'tdi. Keyin men bu joyi xo'jayini bilan gaplashdim. Xo'jayini fransuz ekan, 20 yil oldin ochgan ekan. O'sha paytdan beri hamma joylarini qurib, villalar qo'shib, daraxtlar ekib, mana shunaqa qarab yuradigan odam ekan. Ham o'zi investor, ham o'zi arxitektor, ham o'zi xo'jayin ekan. Men aytdim, nimaga hech kim yo'q, shunaqa chiroyli joy ekan, lekin hech kim yo'q desam, bilmayman, nimagadir hech kim kelmayapti deydi. Ammo reklama qilmasanglar, marketing qilmasanglar, qancha hech kim kelmaydi desam, yo'q, men uni endi qila olmayman, ishlagan odamlarim yo'q deb mana shunaqa qilib aytdi-da. Keyin men O'zbekistondanligimni bilib, O'zbekistonda ishlaydigan odamlar bormi deb mana shunaqa so'radi. Xo'jayini bilan gaplashdim. Xo'jayini fransuz ekan, Mishel degan odam. Kameraga gaplashishdan xijolat bo'ldi. Hech narsa gapira olmayman, uzr dedi. Endi villa to'g'risida aytib berdi. Umuman marketing qilmas ekan. Qilishim kerak, o'shanga odam kam. Men aytdim, juda ham bir chiroyli joylar bor ekan, hech kim bilmaydi. Men ham o'zi случайно kirib qoldim-da. Bemalol kirib, ana katta villani rasmga o'rgin dedi. Hech kim yo'q hozir. Videoga olib, anaqa qilsam bo'ladi dedi. Mana shunaqa katta villasini ichidan ko'rinish. Mana o'zini basseyni bor ekan. Bir nechta xonalari bor. Bu katta villa. Menimchalik 2-3 oila bemalol yashasa bo'ladi bu yerda. Judayam chiroyli. Keng. Ichkarida ham basseyn bor ekan. Yana kelib o'zi ko'rsatib hammasini aytib berdi. Bilmayman, umuman kameraga tushgisi kelmayapti. 20 yil oldin qurishni boshlaganman deydi bu joyni 2007-yilda. Вот. Mana shu juda chiroyli ekan desam, rahmat, meni ishimni maqtaganing uchun deb xursand bo'lib gapiryapti. Bu haqiqatan endi tushundim. Просто sityevoy otel sotib olib joy qurmaganda, bitta odam haqiqatan ham har yil o'zini pulini, vaqtini, energiyasini ketkazib qurgan. Shunaqa bog' yaratib, bir ham chiroyli joylar qilib qo'yibdi. Ko'rinib turibdi, o'zini hayotini qo'ygan shu joyga. Haqiqatan ham chiroyli joy. Endi sal bu joylarni to'g'rilasa bo'ladi, gaplashsam. Odam yetishmayapti ishlaganida. O'zbekistonda yaxshi ishchilar bormi deb so'radi. Albatta dedim, 2-3 ta yaxshi o'zbekistonlik odamlarni olib kelsak, o'tdi. Bu bog'i yana 10 barobar chiroyli qo'yishasiz. Men bu yerda Hoshimindan kelgan onasi va qizi bilan tanishib qoldim. Ular dam olishayotgan ekan, onasi shu yerda katta bo'lib o'sgan ekan. O'shanga o'zini sinfdoshlari bilan uchrashgani kelibdi. 5-6 yilda bir marta kelar ekan. Как раз o'sha masjidda ikkalasi kelib, ular bilan kecha uchrashib, bugun mana shu plyajda dam olishga chiqishibdi. O'zligi bilan gaplashib qolishdi. O'sha qizi endi institut bitirgan ekan, juda ham yaxshi gaplashar ekan inglizchada. O'zi Vyetnamda obrazovание juda ham yaxshi. Ular har xil tillarni o'rganishadi. Yoshlari yaxshi ta'lim olishyapti u yerda. Men shuni guvohi bo'ldim. Endi bu menga qiziq hamma narsani tarjima qilib aytib berdi.
ular ham juda bir mehmondo'st xalq, hamma bor narsasini ochib sochib mana shu olib kelgan narsalarni menga taqdim qilib yeb ko'rgin deb qanaqa tayyorlashlarini aytib berishdi. Mana borini ochib sochib mehmon qilishdi. So these aunties and her friends gave the longest. Bánh này bánh atiso mà của tiệm làm luôn, của một cái tiệm bánh lớn ở thành phố làm á, là bạn tặng để hai mẹ con đi biển. Could you please translate her? Yes, I just Yes. translated for you. She just repeated. Okay. Yes, she just repeated Oh, it. yeah. Giấy khăn giấy ngồi ăn cho vui, nói bà ăn uống nước cho vui rồi xuống tắm tiếp. Mẹ con cũng nhiều tối mới về. Guruch unidan qilingan kokos shakari qo'shilgan, oddiy shakar emas, kokos shakari qo'shilgan shirinlik ekan. Bakery, and she made it for my mom, and it is from a famous bakery in Wow. downtown. It's amazing. I loved it. Yeah. I can feel the coconut, Yeah. and there's no real gluten, frankly saying. Yes. Yeah. Yeah, the first time I tasted it in the cafe this morning. Yana menga o'sha joyi tarixini aytib berishdi. O'zi kichkina baliqchilarning joyi bo'lgani bilan bir necha yil avval katta tragediya bo'lgan ekan. Bu yerda tsunami bo'lib, odamlarni yuvib ketgan ekan, uylarni, o'sha taxtalardan qurilgan har xil shalashlarni hammasini yuvib, ko'pchilik odamlar o'lgan ekan. Sẽ trị vì lâu năm cho nên ta chọn là kinh đô Huế. Bir necha yil avval bu joyda katta katastrofa bo'lgan. Katta to'lqinlar butun shaharni yuvib ketgan. Odamlar o'lgan, uylarni qurilgan taxtadan qurilgan hamma shalashlarni yuvib ketgan. O'shanga shaharda juda ham ko'p qabristonlarni ko'rasizlar. Yangi qurilgan qabristonlar. Etish bo'yicha bularning hammasi o'sha 5 yil oldingi bo'lgan tsunamida mana shu halok bo'lgan odamlarning qabristonlari bu. Mana oyisi topdi o'ziga yeydigan narsa. Mana kaottasini yemoqchi. Uống sữa mở trôi lên này. Có chưa? Mở trôi lên. Giờ ăn thì sắc quá. Giờ ăn thì sắc ra nhưng lấy cái nến. Nó lấy cái nến sắc. Ô, chân trôi lên đầu này sữa cái này đây. Sữa quá trời luôn. Đó, sắc lắm. O'lgan o'zi. O'lgan meduza. Bên này là ông sợ con. Seriously. Đến cái đi mà nhà hàng bán là tiền không. Đó. Nhà hàng họ làm gói. Làm gọi sữa tổ quá không mua. Gọi mấy mừng một xí thôi là tiền không rồi. Nguyên có một mừng trôi lên mà ảnh thấy ta nhìn chơi rồi đó. Đồ đi là đồ ngủ thế này. Giờ chứ Tottaligina qaraydi. mà con làm nghề thôi. Cô sắc ra nửa đi. Sắc ra nửa đi mà đem lên. Đó làm lạc đây á. Đừng có cái này hả? Cái này ngữ hả? Đó cô làm từng miếng đi mà lên thôi. Chắc con sườn to gì trời. Thì hồi nãy con nó có mấy con tô vô mà. Chồng mà đâu nè trôi chưa nhiêu nè, đâu kia này. Đó cứ làm miếng đi và chụp được và lên sắc vòng đi làm gọi. Nhưng mà cô phải lấy mấy cái đi ra Trong đi ra này hả? Dạ, nó bỏ cái chi ra. Còn con này. Cái này. Giống như cái rùa có hẳn á, đó hả? Đúng không? Dạ. Vào cho ra hết cái đôi đi. Đó, đôi đi cào. Đúng đó đi. Có. Tự nhiên có sữa. Cái đi mà cô đem lên người ta cho người ta miếng ăn. Cô tội quá, cô mua cô 7-50 gram mà cô tí xíu à. Mana suvni bo'yida daryo bergan narsalarni topib Dạ, không cần gì hết á. Đừng ngâm được nói vỗ sắc xong bỏ bố ba ăn chặt bắp xuống thấy rồi chứ.
Hay là ăn chuối chả hay thích ăn gì đó. À. Oyisi juda ham yaxshi ko'rar ekan bu. Còn nữa. Jellyfishni. Không. Không còn cái gì để làm được. Rồi. Có cả mắm đó nghe. Vậy đó có tiệm cái bán của bọn. Mẹ con lấy cái miệng về đây xong rồi làm sạch hết người vô ngấm xong mã sạch. Inglizchasiga jellyfish, ruschasiga meduza. O'zbekchasiga bilmayman, meduza bo'lsa kerak. Trời ơi, hiện mày được con luộc trôi vô đó. Giờ lấy cái xăm em về, đi đậu này lắm. Tozalayaptilar. Có báo em nè. Cái này là cái ruột của hắn. Cái bò đi. Chẳng là tắm cái ruột con tánh làm hang với ông nào cũng lại sắp đây đó là đó nè. Có bắt này, quá trời luôn. À tép này. Wow. Wow, đây. Rút, chà con khuyết á. Ngon nha, khuyết còn tươi luôn á. Cái này mình nấu cháo ngon quá. Nấu cháo ngon lắm. Đây cá. Mana rakushkalar tutishyapti. Say hi. Mana shunaqa baliqchilar bu yerda. Daryodan hamma narsani tutib kelgan. Bozorda svejiy restoranlarga mana sotishadi. Toza hammasi. Naturalniy. Dengizda suvda o'sgan har xil mollyuskalar, baliqlar. Ana balchuvda o'smaganda, anaqa toza mashitda ovqati tozaroq bo'ladi. Mana shuncha baliqchilarni kemalari. Рыбацкая деревушка. Mana kurinniy sup lapsha bilan. Lapshasi risovый lapsha. Unli lapsha emas, gluteni yo'q. Вот. Salat bor ozgina. Mana yana ovqat berishdi. Ishdan chiroyli ko'rinish bilan. Obed qilamiz hozir. Một rau muống cho tỏi, một cả con thịt ca. Sharam, zo'r ekan. Vyetnamda O'zbekistonda yashagan Vyetnamlik odamlarni tanishib qoldim. Ismlari Mr. Hong ekan. Ular 90-yillarda mana shu savdo sodir qilganlarida O'zbekistonga kelib, mana shu Toshkentda bo'lib, qo'yli bozorlariga borganlarini eslab, qanaqa ovqat yeganlarini eslab, men bilan juda ham uzoq gaplashdilar. O'zbekistonda yashagan Vyetnamlik anaqa odamni ko'rib qoldi, o'zi kelib gaplashib. Yaxshi? Yaxshi, assalomu alaykum. Assalomu alaykum O'zbekiston. Где вы были в Узбекистане? Клуб, Какой рынок? клуб базар. Кулюк базар. Плов вкусно был? Плов, да? Плов и кукшу. Кукси. Кукшу, да? Кола, кукшу. Холодный кукси. Есть два кукши. Холод и Горячий, холодный кукси, да. Вам холодно нравится? Да, потому что там жарко. Жарко. Случайно gaplashib qoldik.
Xue shahrida stomatologiyada охранник bo'lib ishlayotganlar. Keyin ketayotganimda yana sovg'a salomlar bilan kelib, O'zbekistonga taklif qilib, mana shunaqa qilib gaplashib ketdim. Rosa ham xursand bo'lib qoldilar. Передаете пламенный привет Узбекистану и обязательно приедете в Ташкент поесть плов и кукси. Если времени есть, я поедете в Узбекистан, которые страны я уже была раньше, 15-17 лет назад. Для меня всегда вспоминаю. Ташкент вспоминаете? Да, вспоминаю. Я вспоминаю. Хорошо. Ладно, еще увидимся. Всем пока. Lagun degan restoranga keldik. Restoran deyishdi, endi ko'ramiz. Hozir. Lotkada borar ekanmiz. Хорошо. Wow. Ko'cha zali. Ey. Oboradilar hozir. Còn có đời xá đăng ký vậy không? Còn có đời xá đăng ký vậy không? Dạ, Quảng Ninh với Đà Nẵng. Ở đây thì chưa chưa. Là cái tận khúc mất lại vậy. Ketyapmiz restoranga. The level of water maybe 1 meter. 1 meter. This water. Not high. Not Very deep. low. 1 meter. That's 1 meter. Wow. It's alright. You are not deep ground. Alright. The water Right. No. Level. for fish. Ah. The seafood like mussel or oyster or shrimp. Wow. And raise the mussel and seafood. Okay. What do you know? What do you Restoranga yetib keldik. Xo'p, bu joyda chuqurligi 1 metrdan ozgincha ko'proq ekan, lekin joyi juda ham katta. Bu yerda baliq fermalari. Mana shu hammasi baliq o'sadi. Baliq har xil anaqalar, snail, shrimp, krevetka, boshqa balobatlar mana shu ajratilgan seksiyalarga ajratilgan joylarda har xil suvda o'sadigan organizmlar yashaydi. City center. Still in the city center.
Lahore in the city center. It's crunchy. Kechqurunga suv bo'yidagi salgoqqa keldim. O'ng tomonda daryo oqadi. Daryoni narigi tomonida eski imperatorskiy dvorets bor. Kunduzi ko'rganimizda boshqa mana kechki salqinda odamlar chiqib shu yerga aylanishadi. Shahar o'rtasida ikkita most bor. O'sha mostda tagidan o'tib chiroyli qilib aylanadigan joylar qilib qo'yishgan. Und dann sagt sie noch, diese eine, der ist ganz hübsch. Qo'yani kechki walking street joyi. Shanba oddiy yopishadi bu ko'chani. Mashina o'tolmaydi. Mana haydash mumkin emas, faqat olib ketish mumkin. O'zi bilan o'shanga haydamasdan yurib ketadi qo'lda. Avot. Restoranlar, kafelar, barlar shu yerda hammasi joylashgan. Uchta ko'cha yopiladi asosiy turistik sentrda.
turistligi qilingan, lekin местныйlarni hammasi shu yerda. Turistlar kamroq местныйlardan ko'ra. Eng asosiy narsalari bu kofe shoplari. Judayam bir katta, chiroyli, qulay kofe shoplar qurishadi. Kofe shopda hech qanaqa ovqat sotilmaydi. Faqat kofe bilan uzoq borsa choy sotishadi. U choylari, kofelari qimmat emas. Bizning pulga bo'lsa 15 ming so'm, 20 ming so'm bo'ladi. Lekin yaxshi katta shinam keng joylar ochishganda, dizaynlarini dekoratsiyalarini chiroyli qilib qo'yishgan. U bizda to'yxonalar bunaqa qilinmaydi, ularni kofe shoplarini solishtirsa. Mana shu joyi hammasi просто kofe shop. Hech qanaqa restoran emas, to'yxona emas. Butun mana shu bog'ni o'rmon qilib, bog' qilib, o'rmon qilib, chiroyli joylar qurib, просто kofe sotadigan joy.
âm nhạc đến từ tất cả mọi người để chúng ta có thể gửi tới cho nhau những cái lời ca tiếng hát, cùng nhau tạo nên một đêm nhạc thật là trọn vẹn, ý nghĩa và thành công của mình nhá. Và liên tục chương trình thì mở đầu Mỹ Duyên xin được gửi tặng đến tất cả mọi người một ca khúc được mang tựa đề Nên Chờ Hay Nên Quên. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ạ. Được. Chiroyli tropinkalari bilan shinamgina coffee shopga keldim. Mana chiroyli eskicha dizaynda qilingan burchida ketazli. Asosan endi odam tashqarida o'tirishadi. Lekin hozir juda ham issiq. Ben ichkariga kirsam kerak. Dizayni ham o'ziga yarasha eski taxtalardan qilingan. Yaxshi ishlashgan, bilan ishlamgina chiroyli, autentikni qilib qo'yishdi. Mana ikkinchi etajda ham joylari bor ekan. Ranglari, podsvetkalari, muzika hammasi yaxshi, hammasi joyida. Ventilyatorlar qo'yib qo'yishgan odamlar sal shamolda o'tirishligi uchun. Ikkinchi etajga chiqib ko'ramiz hozir. Sal suvroq, o'ta dimroq ichi, lekin tepada o'tirish yaxshi ko'radiganligi zo'r joy ekan. Pastga tushganimiz yaxshiroq. Hello. Ciao. Nimalar bor ekan bu yerda? Xin lỗi em, sorry. Em TikToker, một quảng cáo giúp bọn quay xỉ. Mana необычный kakao zakaz qildim. Bu pishirilgan kakao bilan tuxum aralashtirilgan. Tuxum va krema. Baked cacao with eggs cream. Hozir shuni ichib ko'ramiz.
Asti shirin. Ustidagisi juda ham shirin. Aralashtirib ko'ramiz. Nanti kakao. Kakao. Judayam bir необычный ekan. Shirin. Men mana unaqa shakarli ichmayman. O'shanga hech olmasam kerak hammasidan ekan. Menga yoqdi. Ya'ni muzam berishdi. Men issig'ini akaz qildim. Menga kassir issig'ini sovug'ini, muzligini yetkazdi. Endi hamma muzli ichganim uchun bu yerda men o'rganmaganman sovuq narsa ichishga. Endi muzam olib kelib berdi, ajinni hozir muzam qo'shib ko'ramiz. Chan degan kofe shopda kokosli kofe bor. Kokos va moloko qo'yiladi, kokos qo'shadi va kofe aralashtirib. Muzi ham bor ichida. Hozir men aralashtirib tashladim, lekin olib kelganda juda ham bir chiroyli kofe edi. Men bir marta ichib ko'rib, yaxshi ko'rib qoldim. Restoranning yonidagi restoranida ham juda ham yaxshi ovqat qilishadi. Restoranda ham chiroyli ovqat qilishadi. Restoranini ovqatini отдельно ko'rsataman. Bir necha marta keldim. Odamlar juda ham ko'p. Hamma biladi bu joyi. Qo'yadi. Mana Vyetnamning tor ko'chalaridan bittasiga kirdim. Bu yerda har doimgidek nimadir yoqishyapti. Bu yoqishini sababi kimdir o'lgan bo'lsa, bir oydan keyin yarim yildan keyin, bir yilda buni qog'oz yoqishar ekan mashinada. O'lgan odam bo'lsa, o'sha o'lganni eslab narsa yoqib tutatishar ekan. O'shanga shaharda yurganda ko'p joylarda mana shunaqa narsalarni ko'rasizlar. Tutab yotgan har xil yashiklar. Tor ko'chalar bir tomondan yaxshi, salqinroq, issiqda, lekin hammasidan mototsikl o'tganiga yurish noqulay. Yana juda ham tez o'tishadi. Sabr yo'q. Signal chalavishadi. Hello. Xin chào. Xin chào. Shu. Yana ikkinchi problemasi shundaki, bu yerda bu yerda qurilishlar bor. Hozir ko'p shaharlarda qurilishlar ketyapti, chunki eski uylar уже to'g'ri kelmayapti. Odamlarni qo'yishga hamma turistlar ko'p kelayotganiga hamma o'zini eski uyini 2-3-4 etajli qilib otel qilishyapti. Bu otelni nimagadir bo'tda mana homestay deb atashadi. Hamma joyda homestay. Tushunishim bo'yicha birinchi etajida o'zligi yashashadi. Uyi egasi, mana yana bitta homestay. O'zligi yashashadi. Men bu homestay xo'jayini emas, ishlaydiganlar bilan gaplashib ko'rdim. Xo'jayini Xochiminda ekan, biznesmen. O'shaning o'zini onasiga tashlab ketgan. Onasi qarab turar ekan. Вот. 3 etajli uy. O'zligi yashamaydi, misol uchun bu boshqa joy.
Вот. Shunaqa kichkina mana shunaqa tor ko'chalarda juda ham bir chiroyli binolar bor. Eskidan qo'ygan mana shunaqa необычный arxitekturalari bilan nimaligini bilmadim lekin. Mana bu yerda xitoycha hierogliflar bor. Oldin tushunishim bo'yicha Vyetnamda hierogliflar bilan yozishgan. Men Vyetnam tili o'qituvchisi bilan gaplashib ko'rdim. Afsuski kameraga yozib ola olmadim, lekin oldin hierogliflar bo'ynagan, keyin o'sha portugalskiy, fransuzskiy, portugalskiy bo'lsa kerak. Anaqa priest, священник. Вот, u mana shunaqa alifboni kiritgan, mana lotin alifbosini. Umuman boshqacha til o'zgarib ketgan. Mana shu hierogliflardan lotin alifbosiga o'tishgan va ancha yil oldin bo'lgan. Вот, hozir faqat mana shunaqa yozuqlar bilan o'zini agar xitoychani o'rganganlar bo'lsa ko'rasa, udareniyalar tepasida mana tonlari bor. Xuddi shunaqa. Penin bo'lib qo'ygan ish qilib. Xitoychani o'rganganlar tushunadi nima deyotganimni. Вот. Homestay to'g'risida gapirayotgandim. Homestay bir xillarida odamlar yashaydi, oilalarning o'zi yashaydi. Tepasiga o'sha turistlarni qo'yishadi. Вот. Lekin bu yerda tor bo'lganiga mana shunaqa uylar qurib tashlashgan, bir-biriga juda ham zich joylashgan. Hovlisi juda ham kichkina. Mana shunaqa tor eshiklari. Ana yana bitta homestay. Keyingisi yonida joylashgan. Haligi remont bo'layotganda atrofida hech kim uxlolmaydi ham, yasholmaydi ham. Umuman noqulay. Bu yerda remont qilish. Tor ko'cha bo'lganiga bu yerga anaqa katta mashina ham kira olmaydi, arava bilan tashishadi. Mana zichligini ko'ryapsizlar, mana shunaqa qilib tashashgan, yonma-yon. Ishqilib bu yerda kengchilikni yomon ko'rishadi bu yerda. Mana shunaqa tor joyda siqilib, qiynalib, mana shunaqa yurishni yaxshi ko'rishadi. Mana. Nos ko'rib turibdi, baribir qanday chalish kerak. Juda agressiv. Bu chalishini sababi ham bor, faqat men uchun emas. Qalishda kimdir kelayotgan bo'lsa, u ham skorostiga kelayotgan bo'lsa, anaqa to'xtata olmaydi-da, o'shaning uchun men kelyapman deb baqirish kerak bir-biriga. Вот. Ana shunaqa eski anaqa joylar bor, lekin bular уже hech kimga kerak emas. Juda ham chiroyli bo'lsa ham afsuski ularni hammasini buzib tashlashadi. O'rnida mana shunaqa katta uylar qurishyapti. Men mana shu yerda boshida yashamoqchi edim, lekin stroyka bo'lganiga men yo'q dedim. Hozir xuddi shu otelning ikkinchi filialida yashayapman. Bu yerda uxlab bo'lmaydi. Ertalabdan bu soat 5 da uyg'onishadi bular. Xalq juda ham erta turadigan xalq. Soat 8 da kechqurun uxlashadi. 5 da uyg'onib bo'ldi. O'sha baqir-chaqir, urush janjal hammasi boshlanadi. Bozor. Вот. Mana shunaqa. Bu ikkinchi filiali yonida joylashgan. Tepasida men yashayman. Men 3 haftaga oldim. 3 haftasi
bir haftasi $100. Menga arzonroq berishdi. Juda ham yaxshi odamlar ekan. Mana bu yerda tort pirojnoy qiladigan joyi bor. Egasi juda ham bir chiroyli tortlar qiladigan ayol ekan. Yosh oilaga tegishli. Mendan yosh ham 25-26 yoshlilar. Gaplashib yaxshi o'rtoq bo'lib oldik. Chiroyli joy. Ertalabki bozorga keldim avokado olishga. Avokado emgi yana bu narsa olish kerak. Agar bosib ketishmasa mani. Olaman hozir. Avokado kam nimagadir? Yo'q avokado. Hammasini olib ketib qolishgan bo'lsa kerak. Damn, yo'q avokado. Hello, xin chào. How much? Banana. One. How much? Hozir pulni ko'rsatish kerak. Narxini aytishni bilmaydi. 20 pul. Okay. 20 ming. O'zbek so'miga 10 ming so'm. Mashina ovozida o'zlari yaxshi. Thank you. Come on. Mango yemeyman, juda ham shirin, dabdala mango. Shirin yeyolmayman. Ko'p va shirin. Langan juda ham yaxshi. Zo'rlangan lekin ochish qiyin. Ancha vaqt ketib qoladi uni ochib o'tirgunimcha. Senga olmayman hozir. Avokado bilan bir qaraymiz endi. So'rashib ketishyapti. Balki meni tanisa kerak, qayerdadir ko'rgan bo'lsa kerak, lekin u maskada, shlemda umuman tanib bo'lmaydi.
Achki taqvolarni ko'pchirgani qanaqa taniyman men bularni. Kim o'tirganda qayerdan bilaman? Mana baliqlar. Boshqa baliqlar ham bor. Manga mashqi bo'lishi kerak. Avokado. Mayli, avokado bo'lmasa. Hello. Xin chào. Hello. Bir olamiz. Asnoli deyiladi. Thank you. 5,000 deyaptilar. Come on. Endi bozordan chiqib coffee shopga ketyapman ishlaganim. Hozir endi coffee shopdan bir 20 minut uzoqlikdaman. Hozir peshkom boraman. Issiq, lekin hozir endi ozgincha aylangim kelyapti. Issiq bo'lganiga ko'chaga chiqolmayman kunduz kuni. Vyetnamga mart oxirgi oy. Martdan keyin lutch kelish kerak emas. Chunki juda ham issiq. Endi okeanni bo'yida suzib yotmasanglar, shaharlarda yura olmaysizlar. Endi okean bo'yida salqinroq bo'ladi, endi anaqa baribir ham shamol bor, suv sovuq chiqib anaqa tushib suzib keyin palman tagida yotsa bo'ladi, normalda, lekin shaharlarda endi yurib bo'lmaydi. Mana ertalabki ham ko'rgan bo'lsanglar, orqamda odamlar ovqat yeyapti. Ertalab ham sho'rva ichishadi. O'sha sho'rva degani qaynatilgan bumbo, o'sha bo'tda bumbo yeyish. Obedda ham shuni yeyishadi. Вот. Ishqilib ovqatlari bir xil har doim. Bizani zavtraklar yo'q bo'tda. Mana tuxumli, boshqali. Bunaqa zavtrak yo'q bo'tda, unaqa qilishmaydi, unaqa yeyishmaydi. Kassalar yo'q, hech qanaqa kassa yo'q. Shu mana shunaqa. O'shanga men ko'proq har doim o'zimga qilaman. Zavtrak tayyorlayman. Avokado yeyman. Avokado обязательно har kuni, chunki avokadoda hamma narsa bor. Avokadoda bor narsa ertalabki organizmga hammasi kerak. Ichida zirlari bor, ichida proteini bor, ichida kletchatkasi bor. Hamma kerak bo'lgan narsasi bor. Avokado bilan xom обязательно. Kokosовое масло. Kokosовое масло bu juda ham arzon va toza. Extra virgin kokosовое масло olaman. Atiga yarim litri 40,000 donga oldim kecha. 20,000 so'm turadi. U yarim litr menga yarim oyga yetadi. Bir oyga bo'lmasa.
shu 3 haftaga bemalol. Men juda ko'p ishlataman. Zavtrakda ishlataman. Men uni yana kashiga aralashtirib yeyman. Da, hamma narsaga yetadi. Вот. Shu hozir endi Xiaomi Mate 8 8GB 256GB, hiệu suất chuẩn PC, làm việc mượt mà, giá tốt chỉ 12.690.000, máy bảo hành 18 tháng. shovqin bo'lgani uchun men ozgincha to'xtadim. Bu yerda juda ham shum baland, hamma narsani shumi. Endi meni bosib ketmasa bular yaxshilik o'tolman bo'lmasa. Svetoforlar ko'p emas, lekin bu yerda svetofor bor. Именно ikkita katta перекресткасida svetofor bor. Endi bu yerda ham yaxshilik o'tib bo'lmaydi. Bosib ketaverishadi. Вот. Hozir mana endi mana shu yo'ldan в основном men Grab zakaz qilaman. Grab bu taksi. В основном Grab deganda mototsikl tushuniladi. Mana shunaqa mototsiklda tez olib borib qo'yadi. Mashina ham zakaz qilsa bo'ladi, lekin men mototsikl yaxshi ko'rib qoldim. Boshida mototsikldan bezirdim. Men o'tirmayman bunga, opasniy. Bu narsa bo'lsa sразу bo'lib ketasan deb. Mana shunaqa deb anaqa o'yladim. 1-2 marta uchganimdan keyin juda yoqib qoldi. Mashinaga o'tirgim kelmaydi o'zi. Birinchidan maza qilib shamol bilan yetib olasan, ikkinchidan как attraksion-da. Attraksionga o'xshagan. Maza qilib uchirib shaharlarni ko'rsatib tez olib borib qo'yadi. Ham arzon. Voy. Voy, kuchini bog'lab qo'yishdi, kichkina asal kuchini mana. Привет, Бусинка. Ой, salom mana, shakarim mana, jonim mana. Qalisan shakarim. Voy, chumana salom. Voy, chumana shakarim mana. Yana tashlab, hamma yo'q. Ha? Ha? Zerikdingmi, ha? Voy, shakarim mana. Zerikib qoldingmi bitta o'zing o'tirib? Katta chiroyli bo'ladi bu. Asal. Egasi ketib qolganiga zerikib qoldi bechora. Ozgina ketib qolgani kuchulaga tamom deganida. 5 minutga ketib qolsa egasi все. Cho'la meni tashlab ketdi, men kerak emasman hech kimga. Bitta o'zim qolib ketdim. O'lib ketaman, qanaqa bo'ladi. Bitta yangi elektronniy mototsikllar sotishyapti. Juda ham chiroyli. Men uchib ko'rdim. Elektronniyasini olib anaqaga dengizga borib keldim. Juda ham qulay transport. Tez yuradi, 45 km/soatiga. Yetarli, любой joyga borib kelishga 150 km zaryadkasi. Menga rosa yoqdi. Yana unda bez prava, meni pravam bo'lmagani uchun men pravasiz nimani haydasa bo'ladi deb so'rasam, mana shu elektronniy haydasa bo'ladi deyishdi. Chunki tez razgoняться qilmaydi, 100 km bo'lmaydi.
maksimalni 45 kilometr. Lekin 45 kilometr ham menimcha juda ham tez deb o'ylayman. Pravasi yo'q odamlarga shunaqa tez yurish. Shuning uchun men 45 kilometr maksimalni trassada yurdim. Lekin shaharda 10-15 kilometr soatiga yurdim. Sekinlashib, chetda hech kimga xalaqit bermasdan. Ana bu tomonda har xil bizneslar ochilgan. Sartaroshxona, turagentstvo, bitta qanaqadir magazinda kiyim kechaklar. Xitoyga o'xshab ketadi-yu, lekin mana traditsionniy vyetnamskiy dushevka. Judayam bir chiroyli studiya. O'zligi tikishsa kerak, chunki Ciao, hello. Chiqqanda bu narsa so'rab surishtirardim, gaplashishim kelmadi. Gulli sotyapti zinoklar. Bilmadim o'lganligimi. Podarishni bo'lsa kerak bu. Mana podarishni salon ekan. Yog'lar, korobkalar. Print house. Qushlar ham bor ekan tepalarida. Banmi qiladigan joy. Banmi особо narsa, bunga отдельно to'xtab o'taman. Men o'zim yemasam ham, lekin sizlarga ko'rsataman. Sartarosh. Ciao. Zo'r sartaroshxona bo'ldi. Ishlayaptilar. Men bularga o'tib ketsam kerak o'zim. Menga juda yoqadi bu joy. Bitta xonalari bor, o'zlari ishlaydilar. Hamma narsa qiladi. Chochi ham oladi. O'tgan safar o'tayotganimda ko'rdim. Soqoli ham oladi, keyin har xil anaqa tozalaydigan protseduralari bor. Da, kir ko'rinish kir bo'lsa ham, lekin ancha toza ish qiladi. Har doim kimdir o'tirgan bo'ladi, bekor o'tirmaydi. Ko'rinishidan professionalga o'xshaydi. Mana shu перекресток Vyetnamning asosiy problemasini ko'rsatadi. Vyetnamda traffic light, svetofor yo'q. Mana shunaqa posta svetoforida ham svetofor yo'q. Перекрестkalarda. Hamma xohlagancha o'tib ketaveradi. Mana yo'lga chiqib olib, signal chalib baqirish kerak, faqat men o'tyapman deb. Hozir nimagadir jimjit, Novostan juda ham ko'p signal chalishadi. Mana shunaqa kaos. Lekin kontrolируемый kaos. Mana. Mana chalish kerak. Mana qilib buni tushunsa bo'ladi, buni filosofiyasi bor. Umuman hech qanaqa avariya bo'lmaydi. Juda ham sekin haydashadi. Tezligi yo'q. O'shanga bu narsa hali ham ishlayapti. Boshqa shaharlarga o'xshab, особенно Toshkentga o'xshab tez haydashmaydi bular.
Skorost mana shu 15-20 kilometr. Mana shunaqa. Asta palmalar bor. Uzun bahaybat palmalar. Bunaqa palmalarni lekin hamma joyda ham ko'ravermaysizlar. Palmalar bunaqa faqat o'sha o'rmonlarda bunaqa yillab o'sayotmagan bo'lsa, shaharlarda va plyajlarda palmalar juda ham kalta. Mana o'zi hamma ishlab bo'lib, ovqat yeb bo'lib, ishga chiqib ketishgan. Lekin v основном kofe shoplarda o'tirishibdi. Kofe shoplarda lekin kofe ichishadi yoki choy ichishadi. Lekin choy kamroq, bu yerda ko'proq kofe ichishadi hamma joyda. Kofening ming xil turi bor. Haligi hammasini даже ichib ko'ra olmadim men. Men o'zi kofe yomon ko'raman-da, ichmayman. Bu yerda endi kofeni bir xil kofe shoplarda oddiy choy ham etib bo'lmaydi, faqat kofesi bor. Hech narsa etib bo'lmaydi. Suv sotgan desa, suv sotilmaydi, suv tekin. Ayyo, menga kofe ichmayman, men kofe ichmayman, menga suvni o'zini bergin desam, yo suv tekin, uni sota olmayman deydi. Xo'p, o'shanga oddiy kofe zakaz qilaman-da, ichmayman. Ko'pincha shunaqa qilaman. O'tgan safar kofe shopga kirganimda, o'sha ishlaydigan joyimda choy yo'qdi. Bu kofe shopi ko'pincha mana shu studentlar kelib ishlashga mo'ljallangan joyda. Hozir men ko'rsataman. Juda ham bir yaxshi joy. Keyin juda ham интересный istoriya bo'ldi, o'shani aytib beraman. O'tgan safar. Mana bolalar kofe ichib o'tirishibdi. Perikroskada hamma tomonda kofe shop bor. Mana bu kofe shop. Keyin mana bu ikkinchisi. Bu yerda salqin bo'lganiga ham odamlar ko'proq o'tiribdi. Quyosh chiqayotganiga. Mana bu yerda bir marta ham o'tirib ko'rmaganman, lekin yaxshi joyga o'xshayapti. Ko'chada ventilyatorlar bilan o'tiradigan joy. Ochiq joy. Bu yoq Perikroskada juda ham hashamatli, ketajli katta kofe shop bor. Mana quyoshdan asrashga qilingan bo'lsa kerak bu postroykalari. Ichi juda ham chiroyli. Lekin bir marta ham kirib ko'rmadim bu kofe shopga. Etajlar ham bor ekan. Hozir eshikni ochib kirim kelmayapti. Qo'lim band bo'lgani uchun. Bu yoqda anaqa haircut, barber shop. Вот. Sartaroshxona. Ikkita restoranlar bor. Va meni ishlaydigan joyim bu mana shu joy. 2 etajli
chiroyli bino. Ichi spokойный, chunki перекресткаdan uzoqroqda eshitilmaydi. Hozir men sizlarga ichini ko'rsataman. Kirganda sразу kassa zakaz qilish kerak, lekin meni уже bilishadi, o'shanga men hozir o'tib ketib qaytib kelaman. Juda ham ko'p odamlar ishlashadi bu yerda, birinchi etajda. Good morning. Mana ikkinchi etaji bor. Zinalarda ham ishlasa bo'ladi. Lekin men bir marta ham o'tirib ko'rmadim bu yerda hali. Har doim joy yetarli. İkinci etajda. Bu yerda yaxshi tomoni shundaki, bugun juda ham ko'p odamlar. Odamlar juda ham ko'p. Mana shu ishlaymiz. O'tgan safar mana shu kofe shopga kirganimda, hali aytganimdek, umuman choyi yo'q, kofesi ham yo'q. Choyi yo'q, kofe mas napitkalari ham yo'q. Bor har xil shirin ichadigan narsalar bor, lekin ularni men icholmayman. Oddiy issiq choydan berilsam tanlab berisholmadi. Keyin mayli, xo'p, men kofe olaman, lekin menga просто qaynatilgan suv beringlar desam, uni ham qilib berisholmadi. Menga shu kofeni olib kelib berishdi. Amerikani o'tdim. Endi men uni icholmayman, nima qilaman dedimda, bu yerda uchtagina odam o'tiruvdi. Uchalasi ham qizlar o'tiruvdi, studentlar. Ularga borib просто berib yuboraman deb aytsam, men icholmayman, mana shu sizlar ichsanglar, mana mendan sovg'a deb aytuvdim. Bittasi yo'q dedi-da, o'rnidan turdi, ketdi. Ikkinchisi yo'q, menda уже kofe bor, ichmayman, rahmat dedi-da. Uchinchisiga borsam, bo'pti, olaman dedi-da, oldi-da, u ham o'rnidan turdi-da, ketdi. Nima bo'lganini tushunmadim. Keyin 5 minutdan keyin bilsam, birinchisi borib, nimaga menga anaqa kofe berdinglar bu bolaga deb, ular bilan anaqa meni yonimga olib gaplashibdi-da. Keyin ikkinchisi borib boshqa kofe zakaz qilibdi-da, menga o'shani olib kelib berishdi. То есть meni kofemni oldi-da, menga boshqa kofe zakaz qildi. Короче, juda ham xursand bo'ldim. Vyetnamning qizlari, odamlari juda ham yaxshi-da. Bu narsa yaxshilik qilmoqchi bo'lsang, yaxshiligini o'marta qilib qaytarib berishadi. Yana Vyetnamning eng asosiy narsalaridan bittasi bu g'orlar. Dunyoda bunaqa g'orlar juda ham kam. Vyetnamda topilayotgan g'orlar, haligacha topilayotgan g'orlar bor. Hech kim kirmagan. O'sha UNESCO'ni kitobiga kirgizilgan g'orlari bor. Tog'larning ichida ko'p g'orlar bor, juda ham katta, dunyodagi eng katta g'orlar. Kirish bileti $3000 dan $10,000gacha bo'lgan g'orlar bor. Juda ham kam odam kiradi o'tga. Yangi topilgan dunyoda bunaqa chiroyli g'orlari yo'q joylar bor. O'shanga hammani ham kirg'izavermaydi o'tga. Asrash uchun faqat haqiqatan ham puli bor, qiziqqan odamlar kiradi. Men unaqa g'orlarga kirishga pulim yo'q, o'shaning uchun eng arzon mana bilet oldim. 250,000 dong. Hozir mana bunaqa qayiqda bizani olib borishadi. Boshqa odamlar bilan ana gruppa turistlar yig'ilyapti hozir bu yerda. 250,000 dong yarmi o'zbek so'm bo'ladi. O'sha 125,000 so'mga olib borib qo'yish ham, olib kelish ham, g'orga kirish narxi ham. Вот. Hozir ko'ramiz nima bo'lishini.
biza mana shu hashamatli tog'ni ichiga urilib ketdik. Boshqa qayg'iliga. Wow. Ichida qushni uchiribdi. Hani ichida qushni uchiribdi. Salqin. Tomini olib tashyapmiz. Ko'rinishi uchun. Sáng, nó không biết ánh sáng tương ơi. Người tên đi chất ba đi giống như xuất hiện mát đâu lên. Mình ngồi 6-3 tầng hang 2 tên này quay tờ ra như thế nào về để cho mình nhỉ. Mình đi tham quan đi bộ dân gian. Nhưng mà đi cái tour rồi tour nào chỉ có về 1.7 2 người đi một thuyền đó là họ cho lên đây. Còn là cái tour mình là ngồi đấy chứ không được lên. Nhưng mà 1.7 là đi đây đi số vào trong kia là 2.500 mét nữa. Còn phải xưng đâu chi phải 5 triệu. Bu kanalning uzunligi 1200 metrgacha borar ekan. 1975-yilda Amerika bilan urush bo'layotgan paytda случайно topishgan bu joyni Vyetnamliklar. Asosan o'sha bombalardan bekinish maqsadida joylar qidirishgan. Случайно mana shunaqa joylarni topishgan. 2005-yilda UNESCO'ning heritage'iga qo'shilgan bu joy deb aytib berishdi. Juda chiroyli tog'larda bu mana shu Vyetnamdan boshlangan bu tog'lar mana shunaqa volnoобразный to'lqinga o'xshagan har xil holmiklar bor. Tog' emas, holm deyiladi. Hill inglizchasiga. Mana shu holmikka o'xshagan har xil tog'lar, hammasi yashil, juda ham bir chiroyli. Shu Vyetnamdan boshlanib Xitoygacha boradigan tog'lar, suvdagi qayiqlarni o'zi ham bir eski chiroyli, bularni aylanish, bularga o'tirib mana shu joylarni ko'rish o'zi ham katta gapdi. G'or ichiga kirgunizcha уже chiroydan boshingiz aylanib qanaqadir euforiyaga tushib qolasizda. Bunaqa chiroyli joylarni ko'rib. Yana narxlari bundan qimmat emas, juda ham hammaga bir xil narx. Boshqa davlatlarga o'xshab turistlarga bitta narx, местныйlarga boshqacha narx bo'lmaydi Vyetnam. Vyetnam hammaga bitta narx o'rnatib qo'ygan bo'ldi. O'shanga arzon, bemalol borib aylansa bo'ladigan joylar. Mana bunaqa shlyapalar bor. Bu shlyapalar Vyetnamka deyiladi. Ko'pincha imенно qizlar taqadi, kiyadi. Bolalar kiymaydi bunaqa shlyapalarni. Bu shlyapalar har xil naturalniy narsalardan tikiladi. Plastikoviy narsalardan emas. Mana shu banan shu anaqa daraxtini barglaridan yoki o'sha salominkalaridan tikiladigan narsalardir. Babuchka uchib ketyotgandi, kapalak ko'rib qolib, o'zini rangini ko'rib qoldi. Mani gulim deb bir necha marta o'tirishga harakat qilib ko'rdi. Bechara, lekin искусственныйligini tushunmadi. Bir necha marta harakat qilib keyin tan berdi. Bu gul naturalniy gul emasligini tushunib uchib ketdi, afsuski.
mana shunaqa chiroyli otelda bugun uxlayman. Tog'larni ko'rinishi bilan mana xonalar bor ekan. Bir nechta xonasi bor. Individualniy mana shunaqa отдельно xonalari ham bor ekan. Xaritasi otel. Yana mana ketadi. Qo'yishgan palmalar o'sadi, tog'larni ko'rinishi manga yoqdi. 1 million dong. 1 million dong 500 ming so'm. 500 ming so'm. Одна ночь. 너무 더워. 손을 못 씻게. Mana shu pagoda 1883-yilda qurilgan. công việc của tao đó. Đang gì? Chạy con tay. Hashamatli 7 qavatli. Con tay kiểu Bu mashinada 1963-yilda mana shu kishi buddist bu Ho Chi Minhga borib o'zini yo'qib yuborgan. Chunki o'sha paytda mana o'ziga o'tgan rasmda ko'rinib turibdi. O'sha rasmga olishgan o'sha paytda. Prosta yerga o'tirib lotus pozasida o'zini yo'qib yuborgan. Mashinasi hali ham saqlanib qolgan, eski. Yoqganning sababi tepasida yozilgan. Bu o'sha paytdagi rejim qarshi bo'lgan buddistlarga o'shanga protest sifatida shu ishni qilgan. Mana bu yerda bolalar futbol o'ynashyapti. Chunki bu yerda yashashadi ular. Bu bolalar albatta bu yerda tug'ilishmagan. Ularning oilasi yo'q. Shu yerda katta bo'lib o'sib, shu yerda ishlaydi. Albatta ular oila qura olmaydi. Chunki shu pagodada ishlash kerak. Buddist qonunlari bo'yicha. Xueda bumbo degan ovqati bor. Bumbo bu guruchli undan qilingan lapsha. U lapshaga har xil go'shtlar aralashtirishadi. Cho'chqa go'shti, mol go'shti aralashtirib qiladigan sho'rvada. Bu faqat o'sha bumboda bumbo xue degan nomi deyiladi. O'sha xue shahrida qilingan sho'rva. Achchiq bo'ladi. Bir nechtasini yeb ko'rdim. Haqiqatan ham необычный, ta'mi необычный. Lekin qancha yesam ham to'ymayman-da. Porsiyalari juda kichkina. Endi men go'shtini yeyolmayman, faqat o'sha lapshasini yedim. Go'shtni yeyolmayman chunki go'shtini bular uzoq pishirmaydi-da. Bular prosta o'sha qaynatilgan suvda 2-3 minut ushlab turadi-da, xom go'shtni. Sovuriladi. Chaynalmaydigan narsa-da. O'shanga yeyolmadim. Mana shunaqa restoranga keldim.
bitta meslarni ovqati. Mana shu opaxon ovqat qilarkan. Shunaqa joyda-da. Lá nhỉ, ở người Việt Nam đấy. Ayol bilan eri ikkalasi uyida mana shunaqa kafe ochgan ekan. O'g'li programmist bo'lib ishlar ekan. Aytib berishdi, juda ham oyligi kam, aniq ishi bo'lmayapti, o'xshamayapti, mana shunaqa deb aytib berishdi. Lekin o'ziga juda ham yaxshi odamlar ekan. Hammasini chiroyli, yaxshi ovqatlar qilib, mana shunaqa kutib olishdi. Mana qo'ydagi puchishasi уже tamom bo'lyapti. Hozir oxirgi choy ichib endi aeroportga ketaman. Ancha-muncha odamlarni uchratdim bu yerda, yaxshi joylarni ko'rdim. O'tga случайно kelib qoldim, lekin zo'r joy ekan, rosa yoqdi. Hamma joyga kirib chiqishga vaqtim bo'lmadi. Особенно bu eski stolitsa bo'lgani uchun bu yerda imperskiy zamat bor. O'tga kechqurun bordim, lekin kameramni olmadim. Keyin kunduz kuni bora olmadim, chunki o'zi issiq bo'lib ketganiga bu joylar endi kunduz yurib bo'lmagan bo'lib qoldi. Yana bitta ikkita juda ham yaxshi joylar bor, o'tga bora olmadim. Planlarimda bor edi, lekin vaqtim bo'lmay qoldi. Bugun mana endi oxirgi kun shu choylarni ichib aeroportga yo'l olaman. Lekin bu joy haqiqatan ham kelishga, ko'rishga arziydigan shahar ekan. Balki yana bir marta обязательно kelaman.